ئۇيغۇرلارنىڭ كۆز ياشلىرى، ئامېرىكىنىڭ ئىنتىقامى، خىتايغا قانداق ئاقىۋەتلەرنى ئېلىپ كىلىشى مۇمكىن؟ ئاپتورى مۇھەممەتئىمىن ھەزرەت. Bugün 2020 yılı 4 ayının 10 günü Amerika'da Xitay virusidan ölgen adam sani 15 mingdan. Dünya miqyasida ölgenlerinin sani 100 mingdan eşip ketdi. Xitay virusining dunyoga bunchavala ko'p yamrab ketishida virus bilan yuqumlangan Xitoylarning dunyoga bo'libmi Amerikaga turkumlab kirib olganligidan bo'lgan. Wuhanda virus vaqasi paydo bo'lgan 2019 yil dekabr oyidan boshlab Amerika Xitoy fuqarolarining Amerikaga kirishini cheklagan. 2020 yılı 31 yanvarga qadar 430 ming Xitoy fuqarosi Amerika chegarasidan bu davlatga kirib bo'lgan. Amerika tamojnasining statistikasidan qaraganda bu 430 ming Xitoy fuqarosidan 30 mingi Wuhan shahridan kelgan. Amerika Xitoyga havo yo'lini tamoman taqgandan keyinmi boshqa davlat va rayonlardan Amerikaga kirgan Xitoy fuqarosining soni 30 mingdan ortiq bo'lgan. Mana mushundaq qilib Amerikaning hamma yerga urug' chachqandakla Xitoy virusi chechilgan. Bugungi kunlarda Xitoy ijtimoiy taratqularida o'lgan amerikaliklarga xo'p bo'ldi, texmi ko'p o'lsin deb yezishib tan qilishmoqda. Amerika davlati bu o'limlarning mas'uliyatini surishti qilmasmi? Ikkinchi dunyo urushida, ya'ni 1941 yil dekabrda Yaponlarning Havoyi dengiz bombardimoni, ya'ni Pearl Harbor attackda 2403 Amerika askari va 68 fuqaro bo'lib, jami 2471 odam o'lgan edi. Xitoy bir payma o'qatmay, faqatla avatgan viruslar bilan bir oydan ortiq vaqt ichida Amerika zaminida 15 mingdan ortiq odamni o'ldirib bo'ldi. Virus o'ldirishni shiddat bilan davom qilyotdi. 1945 yili 6 avgust Amerika Yaponlardan intiqom olish uchun Xiroshimaga otgan atom bombasida 140 ming Yapon fuqarosi o'lgan bo'lib, 1945 yili 9 avgust Nagasakiga otgan atom bombasida 74 ming odam o'lgan. Ya'ni Amerika Yaponlar tarafidan o'ldirilgan 2471 Amerika fuqarosi uchun 214 ming Yapon fuqarosini o'ldirib, intiqomini olgan edi. Dünyadaki eng zo'r iste'molchi davlat Amerika bo'lmagan bo'lsa, Xitoyning dunyo fabrikasiga aylana olishi mumkinmidi? Tarixda Xitoyga halqiliq paytlarda eng zo'r yordam bergan, yaxshilik qilgan davlat Amerika bo'lib keldi. 1900 yılı 8 davlat armiyasi Tianjin, Beijingni ishg'ol qilib, Manjur xandonligidan urush chiqimi uchun 450 million sar kumush to'latkizdi. Hamma davlat o'ziga taqsim bo'lgan o'ljalarni oxirigacha talab qilib, davlatlarga elib ketgan bo'lsa-mu, Amerika Xitoy to'lagan kumushlarni elib ketmay, Xitoylarga Tsinghua universitetini qurib berdi. Tsinghua universiteti bugun dunyoning oldingi universitetlari qatorida yer olmoqda. Boshlang'ich va o'rta maktabni chala o'qigan Xitoy davlat raisi Shi Jinping Yonchuqida Tsinghua universiteti diplomi bo'lganligi bilan faxrlanib kelmoqda. 1900 yılı Xitoyning Manjuriya bölgesini ishg'ol qilib olgan Char Rossiya armiyasini bu bölgeden chiqib ketishga majburlab, Xitoyning qo'lida qilishga sababchi bo'lganmi Amerika edi.
Xitaylar Şinxey inqilabını qo'zg'ab, Manjur xandonligini ag'dirib tashlab, Cumhuriyet qurganda tunji qo'llagan davlat yanala Amerika bo'lgan. Xitayning Yaponga qarshi urushi davomida Kuomintang armiyasini uzun yillar qurol yaroq, arqa sap ta'minoti bilan ta'minlab kelgan yana Amerika edi. Jiang Jiexining ayoli Song Meiling Amerikadagi ommaviy tashkilotlarning yordamini olish uchun bir qancha yil Amerikada Xitoyning Yaponga qarshi urushi uchun pul to'pladi. Song Meilingning ravan inglizchasi bilan texmi ko'p yordam to'plashi uchun Amerika davlat radiosi va cho'ng gazet jurnallar buyuk imkoniyatlar bilan ta'minladi. Song Meiling g'oyat zo'r miqdorda iyoni to'plab Xitoyga yo'llab turalishida Amerika davlati va xalqining zo'r fidokorligi bor edi. 1945-yili Yaponiya Amerikaga shartsiz taslim bo'lgandan keyin 14 yil mustaqil davlat bo'lib yashagan va 40 dan ortiq davlat bilan diplomatik munosabati bo'lgan Manjuriyani Xitoyga qaytarib berishda hal qilg'uch rol o'ynagan davlat yanala Amerika edi. Manjuriyanila emas, tarixning hech bir davrda Xitoy xaritasi ichida yer elib baxmagan va 1885-yildan beri Yaponiya zaminining bir qismi bo'lib kelgan Tayvanni Yaponiyaning qo'lidan elib Xitoyga sovg'a qilgan davlat Amerika edi. Bugun Xitoy Kommunistik partiyasi qadamda bir Tayvanni qurolliq birlikka keltiramiz deb jar selishda qonuniy asosi bor deyilsa, bu qonuniy asosni Xitoyga berganmi Amerika edi. Mustaqil Sharq Turkistonni Xitoyga qaytarib berish to'g'riliq ruslarga eng qattiq besim ishlatgan ham Amerika edi. Amerikaning 1948dan 1949 yillik Aqtashliq kitobida u davrning tashqi ishlar ministri Dean Göderham Acheson, ya'ni 1893 yildan 1971 yilgacha yashagan Sharq Turkiston degan bir davlatning qurilishiga qat'iy ruxsat qilinmaydiganligi to'g'risida bayonlari bor. Sharq Turkistonni Xitoy ziminiga qo'shib berishda ochqushliq davlat yanala Amerika bo'lgan edi. 1969-yili Rus Xitoy armiyasi Damanski, ya'ni Xitoycha Jinbaodao oroli urushidan keyin Sovet ittifoqi lideri Leonid Brejnev maxfiy holda Washingtondagi bosh elchisi Anatoliy Dobraynin orqali Xitoyga qarshi atom urushi qo'zg'aydiganligini bildirganda, Amerika prezidenti Nixon darhol va taraddussiz qarshi chiqdi. Nixonning tashqi ishlar ministri Kissinger Sovetlar ittifoqining bosh elchisi Anatoliy Dobrayninga mundaq degan: Sovetlar ittifoqi Xitoyga tunji atom bombasini etishi bilan tangla, birla vaqtda Sovetning 130 shaharni atom bombasi bilan bombalaymiz va Sovet ittifoqining bu maxfiy planini darhol Xitoyga yetkazib qo'ygan. Ayni vaqtda Xitoyning jasadlar bilan to'lgan xarobiylikqa aylanib ketishidan qutqizib qolgan davlat yana shu Amerika jahongirligi edi. 1972-yili xuddi mavzudunga o'xshash bir puta ko'rga sangilayotgan kommunist Xitoy davlatining qo'lini tutib, asta-asta yo'lab turg'izgan yana Amerika bo'ldi. 1978-yildan boshlab Xitoyga dollar va yangi texnologiyalarni yog'dirib, Xitoyni dunyo fabrikasiga aylantirgan Amerika edi. Chunki Amerika dunyodagi eng buyuk mal setib olg'uchi va iste'molchi davlat bo'lganligi uchun
Xitoy dunyodagi eng buyuk mal sotquchi davlatga aylandi. Xitoyga zavod fabrika qurish uchun 40 yil o'latirilishiga qaramay bir-biri bilan baslashgan amerikalik korxonchilar bo'lmasa edi. 40 yil Xitoyning arzon mallariga xumor bo'lib qolgan amerikalik keng iste'molchilar bo'lmasa edi. Bugun 3 trillion dollarim bor deb Amerika dushmanlarini orqasiga to'plab, Amerikaning bexatarligiga xiris qilg'ichi Xitoyning bo'lishi mumkin emas edi. Hozirmi Xitoy davlat raisi Shi Jinpingning qizi Shi Mingzi Amerikada. Harvard universitetidagi o'qishini tamomlab, Beyjingga qaytib, yana 1 yildan keyin Amerikaga kelib oldi. Amerika bexatarlik o'rinlarining eng yuksak qo'g'dinish chemberi ichida Bostonda yashayotganligini Xitoy muxolifatlarining yozgan ma'lumotlardan xabar tepib turyapmiz. Mutlaq ko'p sondagi yuqori darajalik Xitoy amaldorlarining oila tavobati, mol-mulki Amerikada. Hatto Amerikani har kuni degidek ayblab Böhten çaplap kelavatqan Xitoy Tashqi ishlar ministrligi so'zchisi Hua Chunyangning qizimi Amerikada o'qiyotidi. Amerika bularni bag'riga bosgan bo'lsa-mu, ammo bu Xitoylarning ichidagi Amerika nafrati virusga aylanib, Amerika xalqini qirishni, Amerika iqtisodini vayronchilikka uchirtishni sur'at bilan davomlashtiryotidi. Amerika'nın her yerida Xitoy virusidan minglab odam o'layotgan, hatto New York shahrida o'liklarni yerlikida qo'yadigan mazar yetishmayotgan bu kunlarda ba'zi Xitoylar butxonlarga kirib, sham yondirib, Amerikada texmi ko'p jahongir murtlarning o'lishiga duo qilayotgan bo'lsa, bir qism Xitoylar xo'shalliqidan rumka so'qishtirib, bir pay o'q zoya qilmay turib, Amerikaliklarni qandaq yo'qotayotganligiga tantan qilishmoqda. Yana bir qism Xitoylar bo'lsa, hech tap tortmay to'rlarda xo'shalliklarini izhor qilishmoqda. Chet eldagi Uyg'urlar 3 yil dunyoga Xitoylar vatanimizda Uyg'ur onalarni balalardan, ayollarni erlardan, buvay momaylarni navrlardan ayirvatdi. O'lgan oila a'zolarimizning jasadlarini ko'rishga ruxsat qilmaydi deb noli faryod qildi. Bugun Amerika, Yevropa va butun dunyo xalqi Xitoy virusi orqali Uyg'urlarning tortgan azobini, parishonligini beshidan kechirmoqda. Dünya madaniyat tarixiga nazar soladigan bo'lsak, inson va mol harakati jamiyatning taraqqiyoti va bayoshatligini kapolatga ega qilib kelgan. Hozir butun dunyoda istanoklarning chaqi, aeroplanlarning, mashinalarning motorlari to'xtadi. Inson va mol harakati to'ng'iltilyotdi. Xitoy virusi tufayli dunyo tarixida ko'rilmagan iqtisodiy krizis, ocharchilik omillari ufuqda ko'rinyotdi. Al-qisosi minal haq. Dünya xalqining g'azabi daryolarga, bu sanoqsiz daryolar dengizlarga aylanyotdi. Bu g'azab dengizi oxiri okeanlarga aylanib, Xitoyni yutmaydi deb kim aytalaydi? Hong Kongda chiqadigan Nahua Ribao gazeti 6 aprel sonida Xitoyda 3 oy ichida 260 ming shirkatning vayron bo'lib, taqilib qolganligini e'lon qildi. 8 aprel kuni Amerika Tashqi ishlar ministri Pompeo 3 oy ichida 290 aeroplan bilan 90 davlatdan 500 ming Amerika fuqarosini qaytarib kelib bo'lganligini bildirdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi eng oxirgi chaqiriqida bo'libmi Xitoyda yashayotgan Amerika fuqarolarining tamoman qaytib kelishini,
kechikib qalsa qaytib kelish fursatining bo'lmasligi mumkinligini e'lon qildi. Amerika hukumati Afg'oniston va Iroq urushlari harpisida bu bölgelerdeki Amerika puhralarini chaqirib olgan bo'lsa-mu, bu qadar keng ko'lamlik qaytish safarbarligi Amerika tarixida bo'lib baqqan emas. Yaponiya hukumati Xitoydan qaytib keladigan yapon şirketlerге 220 milliard yen, ya'ni 2,2 milliard dollar yordam berdiganligini, Xitoydan boshqa davlatlarga ko'chib ketadigan yapon şirketlerге bo'lsa 23,5 milliard yen yordam qiladiganligini uqtirdi. Yapon şirketleri qandaqdir bir andish ichida Xitoydan chekinish tayyorligini boshladi. Amerika, Angliya, Avstraliya, Turkiya qatorliq davlatlarda tartqan ziyon tufayli Xitoydan to'lam to'ltish davolari sud mahkamalariga sunildi. Yevropadagi boshqa davlatlardami bu xil da'vo hozirligi boshlandi. Bütün dünya xalqi Xitoy bilan hisoblashishning zamoni kelganligini tushunib yetmoqda. Vaziyatning taraqqiyotini kuzatish va uningga ko'ra harakat strategiyasi belgilash Uyg'urlar uchun hayotiy ahamiyatga ega. Maqola tamom. 2020 10 aprel İstanbul. Manba Uyg'ur net tor betidan ilindi.